Hammani uyida granit qozonlar, skоворodkalar bor, lekin uni qanaqa tozalashni bilmayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha yaxshilab ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Buning uchun bizga soda, idish yuvadigan gel, hammani uyida topiladigan 70% uksus kerak bo'ladi. Hamma massani 2 choy qoshiqdan chuqurroq idishga solamiz. Va albatta tozalamoqchi bo'lgan idishingizni oldindan qizdirib olishingiz kerak. Shunaqa ko'pikli massa bo'ladi. Perchatka taqish esdan chiqmasin. Qizlar shunaqa yaltiradi. To'g'risi boshida ishonmagan edim, lekin ish berar ekan. Sizlar ham albatta foydalanib ko'ringlar. Hamma ovqatdan qolgan dog'larni, yog'larni shunaqa ketkazib berdi. Agar sizlarda ham granit qozonlar bo'lsa, albatta shu usuldan foydalanib ko'ringlar. Idishlarni yuvib bo'lganimdan keyin pekamdan ozgincha qolib ketuvdi, uvol bo'lmasin deb rakvinalarimni ham shunaqa yuvib oldim. Ko'rib turibsizlar, shunaqa yaltiratdi, top-toza bo'ldi. Sizlar ham bir marta bo'lsa ham bu usuldan foydalanib ko'ringlar.